Siz Luqmon ismining ortida qanday qadimiy sir yotganini bilasizmi? Ular doim bosiq va xotirjam ko'rinsa-da, ularning ichida butun boshli koinot yashiringan. Bu ism qadimiy arab tilidan olingan bo'lib, shunchaki ism emas, balki donishmand, haqiqatni ko'ruvchi degan chuqur falsafiy ma'noni anglatadi. Tarixda Luqmoni Hakim o'zining beqiyos aql zakovati va shifobaxsh so'zlari bilan podshohlarni ham lol qoldirgan. Luqmon ismli insonlarga xos birinchi noyob xislat bu ularning o'tkir va aldamas intuitsiyasidir. Ular insonning asl niyatini bir qarashdayoq o'qiydi. Ikkinchidan, ular tashqaridan o'ta jiddiy va sovuqqon tuyulsa-da, qalbida fidoyi va sadoqatli do'stdir. Uchinchidan, moliya va karyerada ularning qadami sekin, ammo har doim aniq, vazmin va xatosiz bo'ladi. Ularning eng katta yashirin qobiliyati bu boshqalarning qalb jarohatiga faqatgina o'zining bitta so'zi orqali shifo bera olishidadir. Ular atrofdagilarga bildirmay, katta mas'uliyatni o'z yelkasiga oladilar. Luqmon, sizdagi bu ilohiy donishmandlik nurini hech qachon so'ndirmang. Bu videoni hayotingizdagi eng dono Luqmonga yuboring. Biz Trendo AI jamoasi har qanday sun'iy intellekt bilan ishlaydigan saytlar, botlar va boshqa loyihalarni yaratamiz. Xizmatingizga qiziqsangiz, direktga yozing.